Yaqinda uyga bozorlik qilish uchun marketga kirsam, bir dugonamni opasini uchratib qoldim. Ko'rishmaganimizga chamasi 15 yilcha bo'lgandi. Salom alikdan keyin u ayol menga kinoya bilan, duolar tezroq ijobat bo'larkanmi ro'mol o'rasa. Allohni bir sinab ko'rdingizmi, Ra'no dedi. Astag'firulloh. Hozir shu videoni ko'ryaptilar. Men buni aniq bilaman. Bir rivoyat yodimga tushdi, aytib o'tay. Ustozlardan eshitgan rivoyatim. Iso alayhissalomga iblis aytibdi. Iso, "Ke shu tepalikdan o'zingni tashagin, har narsa Allohdan deb bilasan-ku. E'tiqoding shunchalik kuchli bo'lsa tashab ko'rgin, ajaling yetgan bo'lsa o'lasan. Yetmasa tirik qolasan, ko'ramiz. Alloh qutqararmikin seni" debdi. Shunda Iso alayhissalom, "Ey iblis, men bu dunyoga Robbimni imtihon qilgani emas, imtihon qilingani kelganman" deb javob beribdi. Biz bu dunyoga Allohni imtihon qilib so'raganimizni bersagina iymon keltirgani kelganmizmi? Bermasa iymon keltirmaymizmi? Umrimizni uni bor yoki yo'qligini imtihon qilib o'tkazamizmi? Biz bu dunyoga imtihon qilingani kelganmiz. Opaginam xulosa o'zingizdan demoqchiman xolos.